Assalomu alaykum hammaga. Dushanba tongi bilan bugun bozorni ertalabdan analiz qilingan. Hop. Narxni 5120, 5110 atrofi, ya'ni maksimumlarning tepasiga kelib turib, korreksiya bilan ketishini kutdim, lekin men o'qishga borib kelgunimcha bu zonaga kelib turib reaksiya olibdi. Hop. Endilikli navbat bizada hozir Amerika sessiyagacha soatimiz 3:31 o'tdi. Hop, Amerika sessiyagacha kutamiz. Amerika sessiyada keyin vaziyat bo'lsa ishlaymiz. Bu tilladagi ideya. Hop, zonadagi reaksiya tasdiq berishiga qaraymiz. Qaysi tarafga tasdiq bersa, o'sha tarafga harakat qilib ko'ramiz. Hop, ikkinchisi dollar yen instrumenti. Dollar yenada ham o'suvchi holat hozir. Qisqa muddatli o'suvchanlik asosida taslangan minimum buzilgan. Taslangan minimum buzilgandan keyin hozir korreksiya holat bo'lib turibdi. Katta time frame'da, ya'ni H4 bo'yicha ko'rsak. Hop, ko'ramiz bozorda vaziyat hozircha kutish vaqti. Amerika sessiyada vaziyat bersa bozor ishlaymiz.